Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 22 fevral haftani yakshanba kuni 2026-yil Bobashbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p, do'konning nomi Imona Tekstil, A qatordan 306-do'kon, 304-do'kon A qatordan. Bular narxi nech pul? Mana bu miramirlar 38 ming so'm ekan. Ko'ylakda o'zi, uzun ko'ylakda o'zi. Donaga nech pul bu? Aytib tur. 40 ming so'm. Donaga bu bambukchi. Bambuklar 65 ming so'm pachkaga. Donaga nech pul? Donaga 70 ming so'm. Hop, bular nech pul? Bular 58 ming pachkaga, 60 ming donaga. 58 ming pachkaga, 60 ming so'm donaga. Materiali nima buni? Miramir. Gulli miramir, oddiy miramir bas. Bunisi bambuk chekkadagi. 65 ming so'm pachkaga, 70 ming so'm donaga. Razmerlari 48 dan 52 gacha. Hop, bu tomonda ham mana shunaqa tovarlar bor. Hop, etingni tars etib yuboring. 45 ming pachkaga. Pachkaga 45 ming so'mdan HBlar. 54 dan 60 gacha razmer. Yondagilar shtampli 3tasi 100 ming. Shtampillar 3tasi 100 ming qaysi biri? Mana shu yerdan, mana shu gacha mana bunalar. Mana shtampillar, mana shundan boshlanar ekan, mana shu joygacha ekan. Bunisi ham shtampil, mana ham shtampil. Nech pul deyapsiz shtampilda? 3tasi 100 ming. Mana 3tasi 100 ming so'm. Donaga nech pul? 35 ming. 35 ming so'm. Buchi miramir. O'sha hava 38 ming donaga 40 ming dedingiz o'shanda. 38 ming so'm pachkaga, 40 ming so'm donaga. Mana rasvetkalari, boshqacha ranglari ham bor. Bularimiz 50 ming. 48 pachkaga. 48 ming so'm pachkaga, donaga 50 ming so'mdan, razmeri 54 dan 60 gacha razmer. Buchi mana atlaslik. 100 ming hammasilar. Bularning 3tasi 100 ming so'm, donaga 35 ming so'm. Shunaqami hola? Donaga 35 mi? Telefon nomeringizni ayting endi. 97lik. 701 06 97 ga telefon qilasizlar, mana shu kiyimlar kerak bo'lsa. O'zlaring birinchi qo'lsizlar, ishlab chiqaryapsizlar. Yaxshi.